Avvalo assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bank mijozlari. Men bank menejeri ismim Jo'rabek. Bizlar Xalq bankda produktlar bo'yicha ozg'inliklarga tushuncha beraman. Oila tadbirkorlik bo'yicha 350 milliongacha zalogsiz kredit bo'yicha hamkor ayol bo'yicha tushuncha beraman. Sizlar oila tadbirkorlik bo'yicha olmoqchi bo'lsalaringiz, pожалуйста, hokim yordamchiga uchrashasizlar. Hokim yordamchi sizlarni o'rganadi, tavsiya beradi, bizlarga keladi. Bizlar chiqarib beramiz, pul o'tkazish yo'li bilan 33 milliongacha olishlaringiz mumkin. Undan tashqari yana bir kredit turimiz bor. Oila tadbirkorlik olgan bo'lsalaringiz, vaqtiga yopgan bo'lsalaringizga 50 million naqd ko'rinishda bera olamiz. Faqat boyagi biznesingizni kengaytirish maqsadida beriladi. Naqd ko'rinishda kassadan olib ketasizlar. Boyagi masalan tikuv mashina 10 millionga olgan bo'lsalaringizga, u o'zi vaqtiga kirib yopgan bo'lsangiz, men sizga 50 million bersam, siz misol 2 ta olgan bo'lsangiz, keyin 8 ta olasiz. 10 ta bo'ladi, kengaytiriladi. 24% beriladi. Naqd ko'rinishdagi kiritimiz ayollarga 24%, erkaklarga 25%. Kimga qiziq bo'lsa, qonunlarni ayollar bo'lsa, hamkorlikda uchrashasizlar. Sizlarga tushuncha beradilar, yana qo'shimcha hujjatlarni rasmiylashtirib beradi. 100 millionlik nimamiz bor, 312-qaror bo'yicha yuridiklarga ham beriladi. Vaqtiga oila tadbirkorida yopgan bo'lsa, ularga yuridik ochilib, unga ham beriladi 100 milliongacha. Zalogsiz. Pul ko'chirish yo'li bilan 50 million dastlabki chiqaramiz, uyingizni olib kelasizlar, yana qolganini chiqarib berishimiz mumkin.